Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun biz siz bilan jonli va jonsiz tabiat bilan yaqindan tanishib olamiz. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bohatirovna. Bizning atrofimizni o'rab turgan va inson qo'li bilan yaratilmagan hamma narsa tabiat deyiladi. Jonivorlar va o'simliklar, havo va suv, tog'lar va toshlar, quyosh va oy hammasi tabiatga kiradi. Butun tabiat jonli va jonsiz tabiatga bo'linadi. Jonli tabiat obyektlari o'sish, rivojlanish, nafas olish, oziqlanish, harakatlanish va nasl qoldirish xususiyatlari bilan jonsiz tabiat obyektlaridan farq qiladi. Ko'pincha jonli tabiat obyektlari organizmlar deb ataladi. Jonli va jonsiz tabiat obyektlariga misollar keltiring. Jonli va jonsiz tabiat bir-biri bilan uzviy bog'langan. Har qanday organizm o'z yashash muhitiga moslashgan. Masalan, burgutlarning keng qanotlari ularga havo oqimlarida uchishga, o'tkir ko'zlari esa o'ljani qidirishga yordam beradi. Baliqlar suvda erigan kislorodni olish uchun jabраlardan foydalanadilar. Sovuq iqlim sharoitida yashovchi hayvonlarning terlari qalin jun bilan yoki terosti qalin yog' qatlami bilan qoplangan bo'ladi. Barcha jonli organizmlar oziqlanadilar va nafas oladilar. Ularga nafas olishlari uchun havo, oziqlanishlari uchun esa oziq moddalar va suv kerak bo'ladi. O'simliklar oziq moddalarni havodan, suvdan va yerdan oladilar. Quyosh nurlari yordamida ularni oqsillarga, yog' va uglevodlarga aylantiradilar. Hayvonlar o'zlariga kerakli oziq moddalarni boshqa tirik organizmlardan oladilar. O'simliklar bilan oziqlanadigan hayvonlar o'txo'rlar deb ataladi. Ulardan farqli ravishda boshqa hayvonlar bilan oziqlanadigan hayvonlar go'shtxo'r hayvonlar deyiladi. Bulardan tashqari ham o'simlik, ham hayvon yeydigan hayvonlar ham bor. Masalan, ayiq asal, o't va mevalarni maza qilib yeydi. Shu bilan birga baliqqa ham jon deydi. Yer yuzida o'simliklar juda ko'p. Ularning aksariyati havo va suv bilan oziqlanadi. Ammo boshqa mavjudotlar bilan oziqlanadigan o'simliklar ham bor. Orxideya ehtimol dunyodagi eng keng tarqalgan guldir. Ular juda mashhur bo'lib, ko'plab havaskor gul shaydolari ularni uyda yetishtiradi. Aksariyat orxideyalar tuvakda ham yaxshi ko'karadi. Orxideya ko'pincha juda ehtiyotkorlik va ehtirom bilan g'amxo'rlik qilishni talab qiladi. Chunki harorat sharoitlariga yoki namlik darajalariga rioya qilmaslik orxideya gullarini tezda nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Orxideyalar ozuqa moddalarini nam havodan, shuningdek, daraxtlarning shoxlari va qobig'ida to'plangan chirindilardan olishadi. Bir qarashda ko'pchilik barglar qandaydir noma'lum yirtqich hayvonning ochiq og'ziga o'xshaydi deyishadi. Gap shundaki, ularning chekkalarida tikanli tishlari bor. Barglarini tuzoq sifatida ishlatib, hasharotlarni chaqmoq tezligida ushlay oladi. Venera chivinqopchasi o'ljaga aylangan mayda hayvonlar va hasharotlarni hazm qilish orqali o'zlariga kerakli bo'lgan ozuqa moddalarini oladilar. Tabiatimizni o'rganish bilan turli sohadagi olimlar shug'ullanadilar. Biologlar hayvonlar va o'simliklarni, yerdagi hayotning rivojlanishini o'rganuvchi olimlardir. Geograflar sayyoramiz yuzasi va tuzilishini o'rganishadi. Ekologlar tabiatdagi jonli va jonsiz obyektlar o'zaro qanday bog'liqligini o'rganuvchi olimlar hisoblanadilar. Astronomlar koinotni, yulduzlar va sayyoralarni o'rganuvchi soha vakillaridir. Kimyogarlar tabiatdagi mavjud moddalarni hamda ularning tarkibiy qismlari bilan shug'ullanuvchi soha vakillaridir.
Fiziklar tabiiy obyektlardagi o'zgarishlarni va ularning harakatini o'rganadilar. Tabiat obyektlarini o'rganishda olimlarga maxsus asboblar yordam beradi. Tirik organizmlarning mayda zarralarini ko'rish uchun biologlar maxsus kattalashtiruvchi mikroskop asbobidan foydalanadilar. Astronomlar esa bizdan olisda joylashgan ulkan yulduzlarni teleskop yordamida kuzatadilar. Bugungi darsimiz jonli va jonsiz tabiat haqida bo'ldi. Bugungi mavzuni kitobdan o'zingiz ham yaxshilab o'qib, tushunib, kelgusi darsda mazmunini so'zlab berishga tayyorlanib keling. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.